qaynona oyijoningiz sevimli kelini bo'lishni xohlaysizmi? Unda albatta ertalabki nonushtaga shu go'shtli nondan tayyorlang. Mehmonlar kelganda tayyorlasangiz bormi? Hamma maqtov va olqishlar sizga bo'ladi. Retseptimizni saqlab oling. Demak, xamir qilishni boshlaymiz. Idishimizga iliq suv, dro'ja, tuz, shakar, eritilgan margarin va mol yog'i hamda bitta tuxumni chaqib, yaxshilab aralashtiramiz. Qo'shib, qo'lga yopishmaydigan o'rtacha qattiqlikdagi xamir qoramiz. Xamirimiz oshguncha esa ichiga nachinka tayyorlaymiz. Nachinka uchun qiyma bilan piyozimizni tuz va ziravorlar bilan yaxshilab qovurib pishirib olamiz. Endi oshgan xamirimizni zolachalarga bo'lib olamiz. Tayyor zolachalarimizni 25 ga 30 ko'rinishda yoyib, kesilmagan tarafiga qiymamizni va xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab olamiz. Nonimizni sellari oqib ketmasligi uchun xuddi videodagidek ko'rinishda tugib olamiz. Pishganda chiqib ketmasligi uchun zubachiska bilan qotirib qo'yamiz. Tayyor nonlarimizni yana 20 daqiqa tindirib oshirib ustiga tuxum va sut aralashmasidan suramiz. Xohishga ko'ra kunjut va sedanalarimizdan sepib nonimizni chiroyli qilib bezatib olamiz. Qizib turgan duxovka pechiga 25 daqiqaga qo'yib pishirib olamiz. Yuzlari qip-qizil, oralari g'ovak va sochli bo'lgan nonlarimiz tayyor bo'ldi. Videoni yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar va albatta tayyorlab qo'yinglar. Hammaga yoqimli ishtaha.